Assalomu alaykum hammaga. Bugun ko'pchilikni qiziqtirgan, qiynayotgan savollarga javob olamiz. Aynan shu sistemani o'zim o'rnatganman. 10 gri sistemani. Inverter 10 kilovatlik, tepada 5 kilovatlik quyosh panel bor. Aynan shu 5 kilovatlik quyosh panel bir oyda qancha foyda ko'rib, qancha sizni ekonom qilishini hozir ko'rsataman. Telefonda head billing ilovasi bor. Shu head billing ilovasi orqali kuzatsa bo'ladi, qancha rasxod bo'lib, qancha sotayotganini. Xo'p. Mana hisobimda hozir mana 19.000 bor. Oxirgi to'lovimni ko'rsataman. Mana oxirgi to'lov 3-mart kuni. Aynan 3-mart kuni shuni ishga tushirib, soliq ilovasidan Quyoshli xonadonga arizam qabul bo'lgan kun. Aynan shu kuni mana 50.000 so'm solganman. 3-mart kuni. Shundan beri mana hali pul solgan yo'qman. Hisobimda shuncha pul bor. Endi mana tarixga o'tadigan bo'lsak, mana tarixda o'zi bor, qachon pul solingan, qancha solingan. Mana oxirgi to'lovim 3-mart 28-fevralda solganman 30.000. Oldingi to'lovlarim bular hammasi. 24-fevralda 50.000 solganman. Mana 19-fevralda 45.000 solganman. 12-fevralda 50.000. 2-fevralda 50.000. Xullas haftasiga 50.000 dan pul solardim. Hammasi ko'rinib turibdi. Xo'p, endi mana shu oxirgi to'lovim 50.000 bo'lgan, shundan beri to'xtagan. Aynan bitta 5 kilovatlik sistema. Xo'p, endi statistikaga o'tamiz. Mana bu yerda statistika bor. Bu yerda mana quyosh paneli bor. Mana quyosh paneli. Xo'p, men 5 kilovatligim mana mart oyida ishga tushgan bo'lsa, mart oyidagi iste'molim 307 kilovat bo'lgan. Shundan mana 399, deyarli 400 kilovat o'sha quyosh panel ishlab bergan, davlatga sotgan. Endi buni bu kech paytga ishlatganim bo'ladi. Mana 307 kilovat aynan kech paytga iste'molim. Kunduzi quyosh panel birinchi o'zimizga beradi. Ishlab chiqargan tokini o'zimizdan ochsa keyin sotamiz. Shunaqa bo'lib kunduzi deyarli yozmaydi-da, kech payt ishlatganimizni yozadi. Xuddi shunaqa qilib hozir menda bir oylik rasxodimdan tashqari yana oshib qolyapti. Taxminan 90-91 kilovat. Bu ikkovini minus qilib yuboradi. Mana 399 kilovat davlatga sotgan bo'lsam, 307 kilovat iste'mol qilganman. Aynan shu 399 dan 307 ni minus qilib yuboradi. Chunki bu meni kech paytki iste'molim. Oshib qolganiga davlat pul to'laydi. Xo'p, endi mana mart oyi, aprel oyini ko'ramiz. Mana aprel oyida kunlar sovib, iste'molimiz ko'paygan. Shuning evaziga mana bu yoqda o'rtada iste'mol ko'payib ketgan. Qaytarish sotishdan ko'ra iste'molimiz ko'payib ketgan. Mana hozir 3 kunda deyarli ancha quyosh chiqib, yaxshigina ishlab qo'ygan. Bu yoqda iste'mol ko'paygan evaziga men yerda asosiy hisobimdan pul yechib olgan. Endi hozir bu iste'molimiz, davlatga sotganimiz yana sotishimiz ko'paysa, yana hisobimizda, bu yoqda hisobimizda yana 50.000 so'm qaytib qoladi. Xuddi shunaqa qilib hisoblaydi. Oxirgi to'lov 50.000, hali pul solgan yo'qmiz. Mana aynan mana shu quyosh panelining evaziga. Xo'p, mana bu yoqda kunlik qilib ko'rsak bo'ladi. Quyosh panel mana. Endi ob-havoga qarab har xil chiqaradi. Mana ba'zi bir kunlarda deyarli ishlamagan. Quyoshli kunlarda anchagina ishlagan. Taxminan 30 kilovat ishlagan. 30 kilovat sotgan davlatga. Bu yoqda mana 10 kilovatdan oshiqcha iste'mol bo'lgan oxirgi kun. 28-aprel kuni. Bir kun zadержкасы bilan ko'rsatadi. Masalan, ertaga 29-kunni ko'rsatadi. 30-kuni 29-kunda statistikasini ko'rsatadi. Xuddi shunaqa bo'lib ishlaydi. Mana ko'pchilik bunga ishonmas ekan. Xullas, mana shu holat.
Xo'p, endi pulni yechib olish uchun soliq ilovasiga kirish kerak bo'ladi. Soliq ilovasida mana cashback imtiyozlar, quyoshli xonadon, mana mart oyiniki 91 ming so'm bo'lgan, o'rtadagi tafovut 91 kilovat bo'lgan. Har bir kilovatiga 1000 so'mdan bergan, mana 91 ming so'm tasdiqlangan. Xo'p, buni mart oyida ishga tushgan bo'lsa, aprel oyini 26-sanasidan keyin mart oyini pulini yechib olasizlar. Xullas bir oy zadержка bo'ladi o'rtada. Shuning uchun bir oy zadержкasi bilan ishlaydi. Bir oydan keyin pulni yechib olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi bu yoqda ham ko'rsa bo'ladi. Mana kunlik apreldiki xuddi shunaqa qilib ko'rsatadi. Xo'p, kartaga pul o'tkazish mana tasdiqlangan turibdi. Pul o'tkazib ko'ramiz. Xo'p, mana hozir 90 ming kartaga tushadigan pul ekan. Bundan 637 so'm xizmat haqiga tushib qolar ekan. Bo'ldi. Kartaga o'tdi. Hop, hozir keyinlarni tekshirib ko'ramiz. Pul tushganmi? Mana. Mana kart 90.363 so'm tushdi. Bu esa soliq servis solishni. Xullas pul tushdi mana. Xullas hammasini ko'rsatdim, ochiq oydin, hech qanaqa joyi yo'q yashiradigan. Endi o'zlaring bilasizlar, aynan 5 kilovatlik 10 grid sistema bir oyda qancha ishlab beradi, qancha ekonom qiladi, qancha foyda ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol ko'rib, solishtirib, hisoblab ko'rishingiz mumkin. Xo'p, hozir yana men bunga 5 kilovatlik quyosh panel qo'yaman. Qaysi paneldan qo'ysak ma'qul? Trenasol qo'yganmiz hozir. Jinko, Lonji, xullas qaysi panelda aksiyalar shundan qo'yib ko'ramiz. Kommentariyada yozib qoldirgan. Hop, video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, kuzatishda davom etinglar.